Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Celal'da Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabıda bugün Abbasilerin 18. sultanı halifesi El-Muqtadir Billah degan halifeninki hayatı bilen tanışıp çıkımız. Bu adam Hicriye 295 yıldan Hicriye 320 yılga kadar tahminen 25 yıl etrafında hakimiyet etmiş turgan. Bu adamdaki ismi Cafer. Bu Mu'taz Billah'ın oğlu. Kunyası Ebul Fazl namıyla meşhur. Bu zat 282 yılı tuğulgan. Onisi hakkında iki xil qarash var. Birisi Rimlik dediyse, bazıları Türk deydigan. Bu ayolning onisining ismi, bu kişinin onisining ismi G'arib degichilar bo'lgan, Shag'ab degichilar bo'lgan. Endi Muktafi Billah'ning kesili ig'irlashgan vaqtida bu Muktafi şu Cafer'ninki aksi oldu aynı vaqtida. Bu inisiniki avvalni so'rgan Cafer Muqtadir Billah'ninki. Bu qandaroq nechikchide ehtilam bo'ldim-bo'lmadimi degandek. Bu ehtilam bo'ldi, yani balog'atga yetdi degan vaqtida buni valiahdi qilib belgilagan. Tarixda bundan burun xalifalikka buningdan kichik odam chiqib boqmagan dedi. Çünkü bu xalifa bo'lgan vaqtida 13 yosh edi. Biroq shu davrdagi vazir Abbas ibn Hasan degan odam buni kichik ko'rib, buni g'ulab tushirayli deb maslahatlashgan keyin bir bo'lik kishilar bunga ma'qul kelgan. Abdullah ibn Mu'taz degan bu Abbasiylar jamoatidan bo'lgan yana bir kishini xalifa qilayli deb bu kelishib bo'lgan. Ammo lekin bu Abdullah ibn Mu'taz her qanday shart asosida men qon to'kishga bo'lmaydi. Qon to'ksam qabul qilmayman degan. Shu hamda bu jarayonlar xalifa Muqtadir Billahga, yani vaqt xalifa emas-ku, buning yetgan vaqtida xalifa bo'lgan kichik. Abbasninki avvalni yaxshilab buning mol dunyo berib, uning ko'nglini ustib, rozi qilgandan so'ng bu fikrda yongan. Muqtadir Billahni tushiritish xilofatidan Abdullah ibn Mu'tazga bayat qilgan voqeliklar. Ama qolgan kishilar hamda vazirdan boshqa kishilar hammasi 286 yili Rabiul Avvalning 20-sida hammalar birga kelib bir so'rin bir tarafga minishdi-da. Shu vaqtida Muqtadir Billah lay o'ynayotgan. Ya'ni yakolab, yoki suv boshlab o'ynayotganda xalifa o'yinni yig'ishtirib bo'lmagan bala tig'i. Shundan bilan bu darhol qochib ketdi deydi. Qochib ketib ishkini taqib oldi. Vazir va bir turkum odamlar o'ldirildi. Chunki avla bostirib kelgan vaqtida loy o'ynatib keldi. Ordu saroyda. Abdullah ibn Mu'tazga qo'shgan odam evatdi. Bu boshqa bir kishi hamda. U keldi. Shundan bilan qo'mondonlar, qozilar, şu devlet çoğunları hammaylar şu hazır holatda Abdullah ibn Mu'taz'ni xalifa deb bo'lib bayat qilishib Al-G'olib Billah degan nomni berdi bu odamga. Shundan bilan Muhammad ibn Davud ibn Jarroh degan kishini o'ziga vazir qildi. Abul Musanna Ahmad ibn Yaqubni davlatning qozisi qilib bekitdi. Abdullah ibn Mu'taz'ni xalifa deb butun oymoqliga, viloyatliga yarlık düşürdü, yarlık evetti. Muafa İbn Zekeriya Ceriri mundaq deydi. Muqtadir Billah'ni çürütüp Abdullah ibn Mu'taz'ni beyat verip xalif qilgan vaqtida ustozimiz Muhammad ibn Jarir Tabari'nin qishiga kirdi ular deydi. Bir turkum kishilar. Yani shogirdlari. Chunki Muhammad ibn Jarir Tabari Hicriye 310 yılı Muqtadir Billah'ning zamanida o'lib ketganini aytdi büyük Allamildan. Tarih-ı Tabari, Tefsir Tabari namlı kitaplar meşhur. Bazırqı bugün gündeki tarixten muşu Hicriye 3. asırdan keyinki umumen mufassirlarning ustozi sanıldı. Muhammad ibn Jarir Tabari. Ustoz İmam Tabari mundaq debdi, nima ish? Nima xabari var? Degankin Abdullah ibn Mu'taz'ni xalif qilib hammalar bayat berishdi desa, kimni vazir qilishdi? Vazir kim o desa, Muhammad ibn Davudni vazir qilishdi. Undaqda kim qozi bo'ldi desa,
Ebul Musanna Ahmed ibn Yaqub deb cevap berişdi. İbn Cerir Taberi zirek adam, allame, büyük, mujtahid mutlaq. Birde pürütüp, bu iş mümkün bulmaydı. Bu işten aygı çıkmaydı. Başkalar soraptı da, qanda deyla dese. İbn Cerir Taberi mundaq depdi de, sizlar adır ismini atagan haqlınınki kişilerinin hemmisiniki şu isminin ma'nisi başta konu ketken yoki ma'nisi oldidik isimlarken derecesine ait ali ameliyatda bu zaman vaqt degan ketidi, ketayotgan bilish. Dünya aqlni qilib ketyapti. Bu ish faqat bir ozg'in kunda qolmay bu zavalliq yüzünden bularning davri uzun davr sürmeydi deb shunaq degan. Amaliyatki shunaq bo'lgan. Bu Allame büyükümüz bu ularning ismidan bir xil yaqimsizlik, ya'ni bir xil pal olgan bo'lishi mumkin. Chunki güzel isim aman bir güzellikka boshlaydi. Yomon isim bir yomon oqibatga boshlaydi deydigan ko'z qarash diniy rivoyatlarda mavjud. Balkim shunga asoslanib degan bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. Hamda İbnül Mu'tazil solab qo'yib, Muqtadir Billah'niki qaytadan yani xalifa bo'lib, buning ishlarining yurishi haqida İbnül Mu'tazil Muqtadir Billah'a odam avatibdi-da, sen Muhammed ibn Tahir'niki sarayga ket hamda shu yerda tur debdi. Unda bo'lgan vaqtida İbnül Mu'tazil hamda sarayga, xilofat sarayga bordi hamda. Çünkü Muqtadir Billah şu yer turvatı demez mi? Ravrus köçep bulanmadı. Ola işini bejigen bilen de onu yütkep çürüvetmedi hem de. O makul dedi. Çünkü Muqtadir Billah bilen azgın adam birge qilib qolgan. Qolganning hammasi bo'pti deb, yangi xalifniki tarafdori bo'lib chiqib ketganda. Ular hammaylar deyishdi-da, ey xaloyiq. Biz bu xilofatni mushtahlam topshirib bo'ldi qilayotgandik. Özümüzün bir sınap bakmayalım abi erkek oğavalı oğan diken. Muş işini bir el kılış için bir çağırsın izlep bakmayalım ha deyişipti. Bu Muqtadir Billah'ın etrafıdaki adamlarında. Hemmelerinde kurallarını kiyip Muharrem'e qarab maqıptı da. Muharrem'de Abdullah ibn Mu'tazil var. Muharrem nerede desek şu Bağdat'daki şu şehirinin içindeki bir şik hem de. Şehrin içindeki küçük bir mahalle hem de. Şehir içindeki şu. Bugün günde evvelden şu Irak'nınki şu Müdafaa Ministerliği'ndeki ornesi cayı silingan. Orun bugün. Aynı devirdeki Bağdat şehrinin içindeki en çoğun sepillanınki biri. Halifeler şu aile tavabat ettirdiğin bir sepillanınki biri. Abdullah ibn Mu'tazil ular ne körüp etrafındaki adamlarını köygендiken Allah Taala ularning qalbiga bir qo'rqinch soldi o'g'ay. Ular urush qilmaylab chekinib ketdi. İbnül Mu'tazil vaziri qazisi bu uchaylar qichib ketdi endi. Bag'dodda odam o'ldirish, urush, jidal, bulang, talang yuz berdi-da shu orliqda. Muqtadir Billah ayni vaqtida o'zini yiqitishga sababchi bo'lgan, imzo atgan ulamolar, amir, vuzuralar hammasini qo'lga oldi. Şu devletinin şu vaxtidagi ambacısı Mu'nis, bu Türk bu. Bu adamga topshirib berdi. Ularning hammasini o'tadi. Faqat 4 aylarni qoldirib qo'ydi. Qozi Abu Umar. Mush 4 aylar hamda o'limdan qutulib qolgan. İbnül Mu'tazil solab qo'ydi, keyin buning o'lgini chiqarib berdi. Undaqda xilofat yana qo'ytidan Muqtadir Billah'niki qo'lga o'tdi-da bu arliqda. Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Furatni vazir qilib oldi o'ziga. Bu adam haqiqatan yaxshi yo'l tutgan, o'zine ait adil, taqvo bir vazir bo'lishi kerak. Nurg'un zulm ishlari qarta bu adam aniqlash elib berib buni hal qilgan. Muqtadir Billahni adil bo'lishga bu adam nasihat qilgan, turtki bo'lgan. Muqtadir Billah'ı devletin umum yüzük işlerini müşedemge tapşırgan. Çünkü özü küçük bo'lgan ekan. Ama lekin bu özü oyun tamaşa bilen jürüp
davlat moliyasini quritib etgan. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.